şadlık minutları. Şadlık ve hoşallık çaşkınları radyo dolkunları arkalık her bir kalp geçilsin. Şadlık, şadlık, şadlık minutları. Şadlık, şadlık, şadlık minutları. Şadlık minutları. Qadrli do'stlar, şadlıqqa bo'lgan shaydalığımız bizni yana şadlık minutları programmamızga jam qildi. Programmamizdagi qiziqarli mazmunlardan birga şadlanib, birga kulaylik. Riyasetchi do'stlar Adiljon Abdumet. Ey, qarşalımız, Adiljon Abdumet. Mana kulku qumar sirdoshlar şadlık minutları programmamiz har biringlarga şadlık ata qilsin, har bir ko'ngilga yo'l olsin deb tilaymiz. Men Zuhra Kerem. Ey, rahmat. Hoş dostlarımızga yana yurak so'zlarimizni she'ri misralar orqali yetkazamiz, anglag'chi do'stlar. Anglag'chda quloqlarni dim tutib anglanglar, bek chiroyli gaplar demoqchi. Xo'sh, qani nima ish qilasiz qadrli do'stim? Har kuni xizmatdan qaytib kelganda ishingiz pushsa, gar shadliqni anglang. Shadliqda bakmi ko'p, yumor kuldirgan. Ey, to'g'ri, anglag'chda mana sizlarning nima ish qilganliklaringizni bekor so'ramaymiz, chunki oxirida bunday gap bor. Unda bo'lsa, vaqtingiz bo'lsa, marhamat qiling. Biz sizni saqlaymiz 3:20 bilan. To'g'ri. Siz cho'qim shatlanib kulmay qolmaysiz. So'zigan yumorlar shunchilik bilan. Oho. Shundoq o'zadi. To'g'ri. Merhaba ey do'stlar, qadiminglarga. Shatliqdan sizlarga sig'inib salom. Sig'indiq. Kelinglar birlikda tatliq kulaylik. Bo'p ketsin bizlarga kunda het bayram. Nimdan yaxshi. Merhaba sirdoshlar, qadiminglarga baxit va xushallik bizga yarasin. Shatliqdan iborat bu aramgohda, ey anglag'uchilar, yiqimliq kulkimiz billi yangrasin. Qanday? Şadlık minutları başlandı mana. Billi yangrasin. Kunlarimiz billi yangrasin. Payzolar bormi billi yangrashqa? Payzimiz bor bizning, dehshat payzimiz bor. Anglag'uchilarning qandaqkin tang? Payzolar bo'lsa bir divitonlar juma, nima ishlarni qilib ketyapsizlar do'stlarimiz? Tayyor bo'ldinglarmi? 174 to'g'rildinglarmi chastotini? Yumurimning sadosi. Ey, sen yarım anlarsın bu. Anlaydı çoğun. Yumurimning sadosi. Sen yarım anlarsın bu. Anladı. Kulib tilqib gülersen bu. Anlavatınız 174 Qatnaş Sanat Radyosu'nun Şadlık Minutları programımızı. Anlamadım demanglar, Şadlık Minutları programımız davamlashyapti. Gitarda Zuhra Kerem. Rast. Abishim degani chaqapmida. Ichi kirib ketdim hozir. Bas gitarda Mevlud İbrahim. O Mevlud'un kirib ketganlarini resmi ha. Degan kiris. Elektronlik Do'mbaqda O'shirjon qizi. Yaxshi chaldingiz. O'shirjon. Akkordda Daniyar Mahmud. To'g'ri. Şadlık ansambli. Naqshida Adiljon Abdumet. Elektronlik real qildi. Murat G'upur elektronlik realdi. Murat G'upur. Unda o'zi ko'tarilgan kayfiyatlarni biz hozirning o'zida ko'tarmoqchi. Xo'sh. Ya'ni mushu anglag'chilar bilan yuz ko'rishi, so'g'larimiz orqali ko'tarsa qandaq? Bo'ladi, albatta bo'ladi. Yog'da qo'shyapti-da anglag'chi do'stlar, ha? Ras anglag'chilar unda bo'lsa kayfiyatinglar ko'tarilsin, ha? Xo'sh, anglag'chilar bilan yuz ko'rish so'g'isi. Anglag'chilar bilan yuz ko'rishish so'g'isi. Katta huzuringlarda Şadlık Minutlari. Şadlık Minutlari. Şunun bilan bir kuni matli Şu Xosmira. Chiqsi g'arib tezda mahallasiga shu udaraq keltirib turib dastlab kiribdi-da. Tas qilib. Matli nazara qo'ltiqlayapti Xosmira. Matlum kostyum kiyib, qalg'ashga lastik taqab, udaraq keltiribdi. Xosmira qo'ltiq chataq chiqdi. Yaxmada kirgash endi. Instagramda mana peshib eslibdi mayliq chunki ayliq mau tamaxana oldi azroq bir muz tikandiqchi. Shunga endi. Telib ketgandilar qisqa ariqda bunda tutib olishpa. Bu kuni Xosmira igizbashliq oyoq kiyyapti. 6 santabi igizib. Shuning bilan amma ish qilib ishqisi shunda pechat kiribdi, iliq tamaxananing ichiga. Ishqisi joylashib, o'rinlarga joylashib bo'lgandan keyin
Matli yana mushu erlarning ichida bir sorunni gap bo'lib qolsa-mu, eng burun ig'iz ochadigan matli. Ayollarning soruni ham shundaq. Rasmiy. Shuning uchun men bugungi sorunimni burun ig'iz ochmas bo'lmaydi Xusmiradan. Matli avval gapirdi-ku. O'tiring. Chiroylikgina mana muhit ya, matli ya. Shunda, qara muzikalar shunda. Nimaga rahat deyman. Keling ham yerda o'tiring. O'tadi. Bir shang-shu qilib bugun. Ha, mayli. Shang-shu qilaylar. Ha, bo'pti. Ha? Hey, Xusmira. Ha? Mush kinolarda bo'libmi restoran, mush oshxonalar kirganda mangayliqi 82-yilning qizlarig'ini keltiring a deb qo'ydik-a qarang. Ha, to'g'ri. Yo, uzum orig'ini keltiring a deb shunda bir ko'rinishlarni ko'ramiz-ku. Ha, shu ko'rimiz. Bir xil longman, romantik bir xil. Ha. Deymisim shunaqa, to'g'ri. Rasmiy. Qaysi kinoni ko'rsangiz 82-yil. 82-yilning deydi ekan-a? Hey, 82-yilning deydi. Hey, Xusmira. Hey, bizmi bir qiziqchilik qilib boqmamdiqmi ya kelgandikin bir go'dan yoki men bir o'zimiz supatimizdan tushmay o'tirlimi? Oye. Qiziqchilik qilamiz deb supatimizdan tushib ketamizmi? Voy, yo'q, voy jamiyatga moslashimiz Xusmira nada qoldingiz siz? Ha, bo'pti. O'z qaysi zamon? Mayli. Qo'yadan qo'g'chiligimiz bor kimlardan? To'g'ri deysiz. Unda bo'lsa, dangasiz qanday qilamiz? Hey, unda bo'lsa-chi qarang. Ha. Siz chaqiramsiz? Ammo men chaqiray ya. Ammo qila. Hey, mulozim. Hey, aka, ovozingiz pek yuqori chiqyapti, hamisi g'izalanyotdi. Yo'q, ijtimoiy madaniyatlik g'izalining, ha? Kechirim. Qanday aka nima topshiriqingiz bordi? Qizchaqda chiroyli ekansiz siz. Rahmat aka, rahmat. Peshtamingiz yorishibdi-ku. Ha. Aka sizlarga nima kerak? Bizga-chi qarang 82-yilning viski, ya qizil uzum arig'idan 82-yilning. Chuqur 82-yilning bo'lishi kerak. Aka, u yo'q. Ha? U yo'q. Qizil ariq yo'q. 82-yilning qizil arig'i bizda yo'q. Xusmira nima deydi? Men qizil yo'q deydi. Adam shunidan a? O'rambi degan vaqtingizda? Yo'qmi? Emischi qarang. Ha, aka. 82-yilning uzum arig'i bormi? Umu yo'q aka. Nima mato haq bu? Ne kirib qoldi Xusmira? Shunidan a? Nima yo'q deb yana bir so'rab beqma boshqa birisini. Bo'ldilar voy. Hey, singlim 82-yilning sho'bisi bo'lsin bo'ldi akiling abi. Mato bir qiz bola ekan. Oy, unda dema aka. U degan yaqinda paydo bo'lgan tursa, chaqchaq qilmang a. Voy, nikamni paydo bo'lg'li siz bilmaydi ekansiz. Ems 82-yilning qanday bijmisi bor bir akiling 82-yilning voy. 82-yilning bo'lsin bo'lamda. Bo'ladi 82-yilning nimasi bor akili bilan. Ma'qul. Birdan bir dansirimni ko'ztay desam oqtumidi maqiz bo'ldi. Aka baqamang. Ems shunda jimjit qizalanıyotdi. Biraz saqlab turing a. Hey Xusmira, hozirgi bu mulozim qizlar bor. Men ishlab qolgan bo'lsam, bularni gul keltirib yetibdim-jimi ish qilib. Emasmi? Ay siz ishlasangiz bo'pti ekansiz ya. Ishlamsiz ya. Voy, bunda yerda ishlayman. Bu 82-yilning bir narsamiz bu yerda ishlab sarang emasman. Voy, bo dedi-ku birini. Jan shug'ul yasagan bir ish ekan bu. Ay, voy, bu undami deyman, qarangamiz shunda ko'ngillik bir yaxshi gaplarni deyish paralanish bo'tag'ash qizalni yutibdi. Siz nimada rozi bo'lmaysiz? Ba dedi-ku 82-yilnikini. Ha? Xusmira. Ha, nima bo'ldi? Qarang. Simiz yo'g'on bir ayol bizga qarab kulib kelyotdi-ku. Ha, rost. Sizni tunamda. Xo'jayinmi nima? Sizni tunamda nima? Biz endi bizga ranjib qolmasin deb boshqacha muomala qilg'il keldimi ya? Biz xo'jayin matli ketdi deb shuni o'nglab keldimi ya? Nomimni o'nglab. Xil nomim bojmi mening ham o'qimajmi ish qilibman. Cho'lpan to'singiz asa bo'lsin. Shundaymi? Qarang kelyaptimi? Ajab yo'g'on ayolkina. Keldi. Yaxshimi qanday ahvolinglar? Obdadinglarmi? Meni yaxshi. Mening kelganimni bilgansiz. Men shu 82-yilning meni chaqirib tikansizlar. Nemish pati? Xusmira. Mo'xudi. Qo'pol. Bular. Chiqdali. Bular yandik chaqa. Nimaga chiqibsizlar? O'tirib. Atgan chaqaga kirib, atgan chaq. Meni chaqirib tikansizlar.
83-yil tug'ilgan. Yo'q, men xatolashib qopdi, qurang. 83-yil. O'tiring. Voy, bo'ldi. Voy, chaqagan shu o'tirmiz. Voy, bo'ldi, rahmat. O'tirmasak bo'lmaydi, o'tiring. Voy, bo'ldi, rahmat. O'tiring. Odamni chaqirib qo'yib, Xusmira meni qutqizdi. yeni bir kaputingizga tasiydigan bo'lsa, mijilib ketadi. O'tiring. Putum, men ko'tkazman. Nima gapdi, danga, nima gapdi? Bunda ishdi. Ya, hech qanday hurmatli chaqirgan sizni. Bunda ishdi. Ha, danga. Ayolim bo'ldi, Xusmira. Xusmira, hadab turing. Xusmira, ayolim bo'ldi. Xusmirasi ayolingizmi? Ayolim chiroyliqmikan? Bek chiroyli xotin bu. Qarab turib Xusmirani ayolim da'vatsiz-ku. Men sizni bilmamdim. Men sizning jinoyat tarixingizni bilmayman, men deb qo'yay sizga, ha? O'snira degan mening eng yaqin do'stim. Choy qildigan bo'lsam, o'shadan o'zim bir kichik choy ep qo'ymayman, o'rinib qo'ymayman. Qaramani meklab, men tushundiray. Yani tushundim. O'snirani to'sat Voy, men tushundiray. Voy, tushundiray. Voy, bitimman. Voy, onda ushtanman. Bilkim o'shiblaytay. Voy, o'g'riydi, bo'sh tutdim. O'g'rig'ini ko'z qo'yib. Voy, jan. Yuradigan do'stimga sansan. Qutqizinglar, Xusmira chiqitayli. Let's go. Anlayotganınız 107.4 Qatnash san'at radiosi. Shodlik minutlari. Hello. Qanday do'stlarimiz, kayfiyatinglar ko'tarilib qoldimi? Yomg'irning degichi bizning kayfiyatimiz ko'tarilib ketdi. Bas, Matli degan qiyiqasdaman, ha? Alamet. Bular bu majorani men keldim degani alamet. Alamet. Xo'sh, qanday kayfiyatinglar ko'tarilib qoldimi do'stlarimiz? Yomg'irlarimizdan o'zaro ham bo'lsanglar, biz ham xo'shal. To'g'ri. Anglashlarda esa kayfiyatinglarga shu topdiki, hozir qilmish kayfiyatinglarga ham bir yuqori kayfiyat beg'ishlash uchun. Sizlarni bir yaxshi anglashga taklif qilamiz. Voy, shunda esil bo'ladi, mana esil kuylarimiz bor. Ha. Agar mushu naqshini anglash jarayonida usulga tushimiz desanglar, ixtiyor o'zinglarda. Biz to'simaymiz, maylabi. Jinim oltin. Kim o? Jinim oltin. Ha. degan mushu naqshini Turajon Ubulqasim hozir anglashlar o'rlab bermoqchi. Xo'sh, qani o'zinglarda Turajon Ubulqasim o'rlashidagi Jinim oltin nomli xalq naqshi ko'nglar amalaga ketdi. Boshla. Qonda o'sgan layliman, botda o'sgan layliman, yor seni ko'rib, o'lim ketsam layliman, yor seni ko'rib, qanim oltin, o'lim ketsam layliman. Anlashlar qanday o'ynatamsizlar? Ha, peqratamsizlar. G'ulashni ich. Bek o'ynanglar bo'lmasa men aytaman mana naqshini. Shu. Ashta demasam o'ynamaydi, chortada qo'rqitmasam. Rasmiy. Mana Mahmudjon mashinada to'xtatib o'ynayaptimi deydi. Yaxshi, o'ynanglar. Ha. Ohoy. Mana to'g'ri. Nay. Hoy. Ha. Hoy, mana shatlar. Mana shunday o'ynab anglashlar bilan tang yayraymiz. Isil mana. Shatdan avjiga chiqsin kulkimiz, kulkidan echilsin nurona chehrimiz. Xo'shallik Yuragi bilsin shodlik,
Biz sizning eng yaqin sirdosh do'stingiz. Xo'shallik ko'riki bilsimiz shodlik. Biz sizning eng yaqin sirdosh do'stingiz. Shodlik minutlari. Hey hey. Shodlik minutlari. Shodlik minutlari. O'sha maqlaga jo'shqin kayfiyat yor bo'lsin, davomliq, ha. Shunda qanlig'ishlarimiz bak yaxshi o'ynabsizlar ko'rdik. Xumarim simli qanlig'ishimiz ishimmi shummidi tashlab qo'yib usulga tushib ketibdimi? Yiroqdagilar ko'rib meni nim deb qolgandi deb tushiblar. Va Munira meni qizimni tushib ketdi mana o'zligidan deydi. Ha, yaxshi. Qarabay, usul kelmaydi-ku, va bu naqshada uchiralar. Keltiraliga adam kelmamdi. Sizning qo'pitqulingiz bir ishga kim kelmaydi? Hech nimani keltirmaydi-ku bu. Semizlikning dadi ishki putunimda olanmaydigan to'sin. Hoy, do'stlarimiz. Unda bo'lsa, dialog yumorlardan bir qanchani keltiramdi. Bo'ladi, riyosatchilar dialog yumorlari o'zinglarga kattunda bo'lsa, ha? Yumorlar. Anglag'chilar, unda bo'lsa, sizlarga bir To'xta ismlik bir erning yumorini deb beraylik. Ayol bilan bo'lingan paranglari amaliyotda. Şuna olan bu benim ismim To'xta. Endi hammasi meni ayoldan qo'rqdi deyishdi. Mana men to'y qilgani 10 yil bo'libdi. Bugun bir gap talashib qilib, axir g'ayrat gap vaqirib etdim ayolimga. Qanday gap bu, ha? Men deb qo'y buningdekini olg'im, mushta yo'lsizlik qildiramsiz. O'zingiz bilasiz-ku. Hey! Nima? Nima deysa? Ya bilib qo'ydim, ayamasin, mijozingga chidab ketdi 10 yil bo'ldi. Qanday bir yijib pattanga mindi hamma qapaqib. Qanday pattanga nima? Qanday qilay deyapsiz? Ha, dana. Ha? Men bir anglay. Xotinam. Qanday chidab kelayotgani 10 yil bo'ldi. Ha, oxiri. Qo'lingiznikini? Oxiri. Yana oxiri. Qo'lingiznikini qo'y. Oxiri. Yana 30-40 yilchi deydigan xotin. Qo'yib qo'ysiz. Anim bo'lsa o'zingni bilding, men sen deb qo'yay-a. Chidima, erkak tursam, men 30-40 yil chidayapman, umrimni janim tunimni lozmat chidayapman. Men pattanga deb ketding-ku. Ya pattangimda ammo qilib qo'yadigan gujizing bor-ku sizda. Da pattangimda demakchi bo'ldim, pattangni tutibda ammo qilma deyman deb shuning bilan hayajonlanib ketib pattanga deb bunda chiqib qoldi. Asli pattangizga. Unda bo'lsa, unda pattangimda bo'yinga ostida ham bir narsalar bormi? Voy, bo'lmasa men duo qilma, o'kinima, voy. Ha, yaxshi. Ya shuni ammo qilib qo'yib degandan boshqa pattangizni shunda yeni qilib qo'ymayman. Xotin, nom? O'zingizni bildingiz, ha? Bilmam deydim. Men bir erkakam deb ko'nglim nim bosmishda bu davrdigan. Adamam meni boshqa joylarga qo'ymanglar-chi? Mendek erkak chiqmaydi. Ha? Qanda? Kim nima deyalaydi-ku? Bizning xotini qanday gapirma? Bo'ldi, hech kimcha hech nima demaydi. Hamisicha shu ashta deydig'ini deydi bo'ldi. Unda yer bo'lgan ikinchi bo'ldi, men no'g'ishni qo'yib qo'yaychi. O, ishda kino boshlandi. Balduraqmishda demay. Kinorimni ko'raveraman. Ko'raveraver. Ko'raveraver tazim. Ashqan o'yinin ishi sizga qoldi hamsa. Ma'qul, xotirjam bo'ling. Ha, ma'qul. Tazib ko'rgan kinoni. Ha, ma'qul. Putonda ustal gap qo'yibdim. Voy. Ko'rma. Ishingizni qilaman chiqib qolmayman. Ha, ma'qul. Mataqa masligim kapchi. Ma'qul mana. Qana bu unmishadi terasa men talangini o'ylab javorini mana birchini unni soldi mana. Birdan ustiga tayyor qilman. Birdan xushqashlasa qasha. Let's go. Şatlık minutları. Şatlık ve hoşallık çaşkınları radyo dolkunları arkalık her bir kalip geçilsin. Şatlık minutları. Şatlık minutları. Şatlık minutları.